Mana Zorjon 1,5 dollarga xudo xolisa Nokia'ni yengisi 8800 o'zing aytuvding. Topolmaysiz deganding. Xuddi shunaqa. Topdingizmi? Ruxsat beradimi endi? Ha, ruxsat berishadi. Mana shunaqalarni bo'ldi. 1,5 dollar sanab bersang bo'ldi, jonim. Mana salafanlar ham xudo xolisa. Sizga ishonaman-ku. Mana salafanlarga choq ochilmaydi, ko'rasizmi? Bo'ldi. O'zing ochib tekshirib olasan. Mana, ber. 1,5 ming berasan, xudo xolisa. XS Max'ni ham xudo xolisa 22-da beraveraman, bildingmi? Ko'rdingmi? Lekin obuna bo'lib qo'shgan bo'lsa bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ye, menda hozir pulim yo'q ekan, 1,5 ming. Mana xudo xolisa yengil. Ne 1,5 ming? 900 bor ekan hozirchalik. Ustiga telefon qo'shib bersam bo'lmaydimi? Bo'ladi, nima telefon qo'shib bermoqchisan? Menga yaqinda iPhone 16, 17 podarka qilishdi. O'shani qo'shib bersam bo'lmaydimi? Baribir ishlatmayman, ishlatishni bilmayman baribir. Ha, yo'q. Ha. Shunda 600 o'rniga 17 ni podarka qo'yarsan. Shuni beraverasiz. Ha, siz. Mekalar o'tganmi xudo xolisa? Ha, o'tgan. Bo'ldi, jonim. Barakalla. Barakam? Bo'ldi. Xo'p. Kim podarka qildi? Menga ham shunaqa podarka qilsa. Inshaalloh sizga ham podarka qilib qolishadi. Mana buni imekasini o'zing o'tib olasan, xo'pmi? Bo'ldi, xo'p. Barakasini ber. Xo'p.